ходовой этаж, ikkinchi etaj, bizani xalq uchun. Eng ходовой mikrorayon bo'lsa, 4-mikrorayon. Tem bo'li prezident mahalla bo'layapti. Короче, menda siz bop narsa bor. Bu yerda Amina do'kon, avtodorожный kollej и памятник. Shu yerda 4 qavatli domni ikkinchi qavatida. Uglovoy taraf emas yana, o'rta pod'ezd. 4 xonali, ya 5 xonalimi? Kvartira sotchakman siz ikkinchi etajda. Narxi bizda oldinda 520 million so'm pul. O'zbek pulida. Videoni ko'rish mobaynida fikringizni yozib keting. Narxini dostoyniyman. Проходной eshikdan kirganingiz keng mo'lg'ina. Bunday planirovkada ko'pchilik ish o'rni hol, ya'ni dalan ovqatlanadigan joy etib olgan. Qarang, bu ham kengina, to'liq oboydan chiqib turibdi. Remontdan keyin deyarli hech kim yashamagan. Bu ham taraf balkon. Ish o'ra kuxnini qilasiz endi siz kelib. Chunki bular bir ofis hisobidan foydalangandan keyin bu ham kuxnini chiqarib qo'yganlar. Kuxni kerak bo'lmagan bedagi odamlar. Gaz. Bu yerda bir spalniy zol bor, o'zining shaxsiy buyumlari turgan bir yerni yemoqda o'zingiz ko'raverasiz. Bu yerda esa yana bir ishning joy, xona. Bu yerda ham spalniy sifatida foydalanaverasiz. Atkamning remontdan keyin yashalmagan. Bu yerda vajlanib qo'ygan kichkina xona, 2-2lik. Bu yerda esa yana bir spalniy. Fondan chiqqan bir oyoq kiylari, pol va bu yerda yana balkon, atmosferaning ko'rinishi. Balkona kursini qo'yib berib, boshlab ketaverasiz. Oxirida xona. Bu ham spalniy, qarang. Oboydan chiqib turibdi, perdalar, shu remontdagi perdalar 5-6 yil bo'lgan bu yer menimcha. Remont bo'lgan. Kelib lyustralarni ham o'zingiz qo'yib bersangiz, chiroylisidan inventarab yoqdimi? Akkurat netib qo'ydilar, qarang. Alohida eshik qo'yilgan. Eshikdan kirasiz. To'g'rida sanuzl, kotel bor, hamma sharoiti boyna. Oyoq kiylari, divorlar, kafet, bu yerda alohida hojatxona. Bu ham tayyor. Nima deysiz? Narxini dostoynimi? 4-mikrorayondan shunday zo'r joylardan kvartira qidirib bilgandan ishlab bilgan, откройт etib qo'yishi yoddan chiqarmang.